Xo'p, mana filtrdan olib kelib o'rnatib oldik. Hozir tekshirib ko'rsatib beramiz sizlarga. Bu mana bu suv kachalkani suvi. Grantam emas, vodoprovod emas, kachalkani suvi. Mana bu filtr suv. Ko'rsatib, hozir bunisi bilan tekshiramiz. Kachalkaniki mana. Xo'p, 2020. Bu 84. Filtrdan chiqqan suv. Endi ikkinchisi bilan tekshiramiz. Bunisi kachalka, bunisi filtr. Yoqamiz. Boshladi mana kachalkaniki qaynashni boshladi. Darvoda qaynash holatiga keldi. Menimcha shuni o'zi ham yetarli. Ko'rishlari mumkin. Kachalgan suvi, filtr suvi. Mana isigan ham yo'q, muzdek. Bu mana qaynash holatiga kelib qo'ygan, shu bo'lmaydi, issiq. Tepasidan ko'rinish. Hatto yar tagim ko'rinyapti, qop-qora mana. Xullas natijasi yaxshi. Cho'kindilar tepaga chiqib qoldi. Bu mana tiniq turibdi. Kir mana. Natijasi yaxshi. Filtr yaxshi ishlayapti. Katta rahmat.